Assalomu alaykum mening qadri baland qadrdonlarim. Yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Qadrdonlar, kuningiz xayrli o'tsin. Biz esa ishni boshlaymiz. Farg'onalik akamiz Arion 630 traktor sotiladi deb tashabdilar. Mana bu ko'rinishini ham bitta tomosha qilib qo'yishingiz mumkin. Rangi ko'rib turganingizdek 4 ta balon yep-yangi. Korobka, motorda muammo yo'q do'stlar. Dokumentlari joyida. Ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Do'stlar, buni ishlab chiqarilgan yiliga keladigan bo'lsak, 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rinishidan yangiga o'xshaydi. Do'stlar, buni narxini akamiz $35,000 deb tashabdilar menga. Ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilsangiz, albatta narxini yanada arzonlashtirib beradi, lekin traktor ko'rinishidan ham ma'lum ideal holatda turibdi do'stlar. Jigarlar, sizlar like bosib qo'yinglar, biz esa davom etamiz. Jigarlar, izohlarda ko'pchilik MTZ traktordan ham reklama qiling deb qoldirgan ekan. Bitta surxondaryolik akamiz mana shu traktorni qoldiribdi bizga. MTZ 80 yili 1999-yil deb qoldiribdi do'stlar. Holati endi ko'rib turganingizdek endi ideal holatda demaymiz, lekin do'stlar minib chaqa qilsa bo'ladi, ozma-oz xarajati bo'lishi mumkin. Motor soz holatda deb qoldiribdi, balonlar ham ishqilib normalniy holatda. Puliga yarasha do'stlar, har bir mahsulot, har bir texnika o'zini puliga yarasha holatda turadi. Albatta buni ideal holatda 100% kafolat demaymiz. Shunchaki ideal holatda deb o'tib ketamiz. Ko'rinishdan o'zingiz ko'rib turibsiz qanday holatdaligini do'stlar. Buni narxini 50 million deb akamiz qoldiribdilar. Ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib narxini kelishib olishingiz mumkin. Biz esa jigarlar davom etamiz. Aka, traktori arzonidan, narxi ham o'rtacha normalisidan bo'lsin deganlar uchun mana andijonlik akamizdan traktori dodasi. Do'stlar, buning nomi Yito ekan, qisqartmasi endi menimcha. Yilini aytadigan bo'lsam 2010-yil ekan jigarlar. Ko'rinishdan ham ma'lum endi ideal holatda bo'lmasa ham motor korobka soz holatda yurib turibdi. Do'stlar, yengil avtomobilga barter bor deb ham qoldiribdi akamiz. Motori yangi. Zavod bosilgan debdi. Shunday zavoddan olib kelgan, motori yangi, pachka bosib qo'yib qo'yishibdi. Do'stlar, agregatlari ham bor, chizil omoch debdi. Jigarlar, mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olib, borib, ko'rib, traktor sotib olishingiz mumkin. Narxini aytishdan oldin bir donagina like bosib qo'ying. Akamiz narxini $6,500 deb qoldiribdilar jigarlar. Realni oladiganlar bo'lsa yanada arzonlashadi jigarlar. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, sizlar hozir shu traktor savdo kanalidasiz. Bir donagina like bosib, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shuncha mehnatimizni bir donagina like evaziga hech bo'lmasa qadrlab turinglar. Farg'ona Rishtondan akamiz yozibdilar, traktor T40 sotiladi deb. Kommentariyada aka T40 dan ham bo'lsin deb qidirayotgan akalarimizga mana ajoyib traktor, narxi ham ajoyib. Motor 80 qora motor deb qoldiribdilar akamiz. Mana shu ekran yuzida ko'rib turgan telefon raqamlaringizga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin jigarlar. Do'stlar, shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tib ketay. Hech qachon mahsulotni ko'rmasdan turib pul tashlab bermang. Borib ko'rib savdolashib keyin oling. Bunga admin javobgar emas. Narxini aytishdan oldin bir donagina like bosing. Buni narxini 55 million deb akamiz qoldiribdilar. Sizdan ugina, bizdan bugina. Davom etamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, Qashqadaryo viloyatidan akamiz qoldiribdilar. Belarus MT-82 sotiladi deb. Do'stlar, buni ko'rinishdan ham ma'lum, yili 2023-yil, 2022-yil oxiri, 2023-yil deb qoldiribdilar. Hech qayeri ochilmagan, hali soz holatda deb qoldiribdi. Biron yeriga qo'l tekkizilmagan, 4 ta balon yangi. Korobka, motorlar hammasi joyida. Rangi ekran yuzida ko'rib turganingizdek.
Qolgan ma'lumotlar albatta telefon raqamlariga telefon qilib olishingiz mumkin do'stlar. Moto soat 2000 debdi. Buni yurgan yo'li, bosib o'tgan yo'li 2000 soat ekan do'stlar. Narxini aytishdan oldin bir donagina layk bosib qo'ying. Albatta narxi 265 million deb qoldiribdilar. Ko'rinishdan ma'lum narxiga yarashadi. Do'stlar, biz esa davom etamiz. Sizdan bir donagina layk bosib qo'yishingizni so'raymiz. Qani ketdik. Jigarlar, ko'pchilik izohlarda o'zim guvoh bo'lyapmanki, ko'rib turibmanki, ko'pchiliklar yozib qoldiryapti. Bu haqiqatmi? Bu rostdan bor traktormi? Yo layk uchun shunaqa qilyapsanmi? Va hokazo shunga o'xshash izohlar. Do'stlar, yana bir ikkita izohlarga ko'zim tushdi. Короче, bu blogerlik senga emas, ko'p gapiryapsan, tezroq obzor qil, balo battar. Jigarlar, biz shunchaki mana bu traktor mana buncha puli, masalan 50 millionga oling deb o'tib ketolmaymiz. Biz shunchaki harakat qilamiz. 100% sotib berishga ham va'da bermaymiz. 100% sotiladi ham deya olmaymiz. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. To'g'ri, reklamani bang'illatib yubormasligim mumkin, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman do'stlar. Hamma o'zini bilib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Qanchalik fikrlar, izohlar menga yoqsa, shunchalik sifatli mahsulotlarni chiqarishga va sifatli texnikalarni chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Короче, do'stlar, Farg'ona Rishtondan akamiz yozibdilar, Max 255 sotiladi deb. Yili 2010-yil ekan. Texnika soz holatda, kamchiligi yo'q, korobka, motor hammasi joyida, dokumentlari joyida, to'rtta baloni yangi holatda, hech qanday qo'l tekkizilmagan, motor ochilmagan deb qoldiribdilar do'stlar. Короче, buni narxini aytishdan oldin bir donagina layk bosib qo'ying. Narxi $43,000 deb qoldiribdi. Kami bor deb aytdi akamiz. Shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin do'stlar. Biz esa davom etamiz. Короче, do'stlar, MTZ traktor qidirayotganlar uchun mana traktorning dodasi. Manzil qoldirmabdilar. Bu haqda jigarlar ko'p ma'lumot qoldirmabdilar. Ekran yuzidagi telefon raqamlarini qoldiribdi. Mana shu telefon raqamiga debdilar. Do'stlar, shu orada bitta narsani eslatib o'tib ketay. Hech qachon traktor bo'ladimi, boshqa mahsulot bo'ladimi, qanaqa texnika bo'lishidan qat'iy nazar borib, ko'rib, telefon qilib gaplashmasdan turib pul tashlab bermang. Bunga admin javobgar emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, kimdirlar bizlarga shunchaki pul tashlatish uchun yo hokazo shunga o'xshash narsalar uchun ham qilib mumkin. Bunga biz 100% garantiya bermaymiz. Biz shunchaki sifatli reklama qilib berishga harakat qilamiz. Bu yoq bilan biz endi bu yog'ini bilmaymiz, короче. O'zlaring bilib olishinglar mumkin. Xullas do'stlar, buni narxini 250 million deb akamiz qoldiribdilar. Manzili yo'q, yurgan yo'li 1,5 ming soat debdilar. Do'stlar, biz esa davom etamiz. Layk bosib qo'ying. Bu yog'ini to'g'ri tushunasizlar. Xo'p do'stlar, bu traktorga keladigan bo'lsak, Andijon Oltinko'ldan ekan akamiz. Traktor manzili ham o'sha yerda. Ekran yuziga telefon raqamlari qo'yib qo'ydik. Qanaqangidir ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, hamma ma'lumotni olib borib ko'rishingiz mumkin. Traktor rusumi Belarus, yili 1990-yil. Holati yaxshi, lekin ideal holat deb ayta olmayman, chunki ko'rinishdan ham ma'lum. Do'stlar, buning rangi ko'rib turganingizdek, 4 ta balon ishqilib yuradigan holatda turibdi. Motor, korobka soz holatda deb qoldiribdi. Narxini kelishamiz deb akamiz qoldiribdi do'stlar. Shu orada yana bir narsani eslatib o'tib ketay akalar. Boya yuqorida ham aytdim. Texnikani ko'rmasdan turib pul tashlab bermang, bunga admin javobgar emas. Biz shunchaki ishonamiz va reklama qilib beramiz texnikani. U texnika egasi kimligiga 100% kafolat bermaymiz va u egasi kimligini biz ham bilmaymiz. Bizga shunchaki yozishadi, biz reklama qilib beramiz xolos do'stlar. Shuning uchun sizdan so'raymiz, texnikani ko'rmasdan turib pul tashlab bermang. Bizda hammasi halol va sifatli bo'lishiga harakat qilamiz.